Assalomu alaykum. Men bugun sizlarga bir joyni ko'rsatmoqchiman. Bu joy biz yoshligimizdan mana shu yerdan energetik olib ichib yurardik. Hozir ham shu yerdan energetik olib ichib yuramiz. Bu yog'ini men sizlarga ko'rsatganim yaxshi. Bizning yoshligimizdagi energetik nimaligini. Yuringlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat aka, keling. Aka qalaysiz? Sizmisiz? Joyingiz yaxshimi? Joylar yaxshimi? Tinchmisiz? Keling qalaysiz? Sizmisiz? Ahvollar yaxshimi? Apay Alloh rahmat qilsin. Gunohlarini kechirsin. Yotgan joylari jannatda bo'lsin. Bizning energetikdan bormi? Yo'q. Keling. Rahmat kattagon. Keling bering endi bizga energetiklarni ko'rsating endi. Bu biza mashu xonadondan yoshligimizdan energetikimiz bizani mashu. Biza yoshligimizdan shu yerda qimiz olib, qimiz ichib katta bo'lgan bolalar biza. Bir vaqtda ulpatimiz bilan Malayziyaga 130 litr qimiz olib ketamiz, bormi? Mashitdan. Apay Alloh rahmat qilsin, bizga mashitda 5 barmoqlar qilib berardilar. O'tib ketdilar, hozir mana kelayim bilan o'g'illari davom etishyapti. Ko'rana qanaqa sog'ish. So'g'ishlar tip ko'rsatadi. Qancha qimizlar qilib berardilar bizga apay. Mana shu uylarda o'tirardilar. Mana shu 5 barmoqlar qilib berardilar bizga. Hozirgi 5 barmoqlar. Bizga paytda qanaqa 5 barmoqlar bo'lardi. Kubani olib keling. Qani kubani olib chiqing. Men o'zim bitta anaqa qilay shu kubada keling. Bering anaqani. Va buni kuba deydi. Bunga qimizni quyib turib, bizning yoshligimizdagi energetik mashi bo'ladi. Yaxshi ham sizlarning yoshligingizdagi energetiklar bizning yoshligimizda bo'lmagan. Mashinda pishirib, biz bir vaqtda 130 litr Malayziyaga olib ketamiz ulpatimiz bilan. Ingliz tilida ikkita so'zni bilamiz. Horse milk. Kim so'rasa horse milk deymiz. Tushuntirib olib keturamiz. Men kelay. Bitta quyib bering kosangizga, men bolalar yoshlar ichsin bizani energetikda. Bo'ladi bering. Mana. Ichinglar, bismillah iching. Ber Dilshod akanga ham ber ichsin. Ich ichsin. Endi voy ol. Olib qo'y Dilshod akanga ham bitta.